Ko'p odamlar gapirdi, juda ko'p gapirdi. Buyuk ustozlar, hurmatli donolar haqida. Ular so'zlar va yo'llarni qoldirishdi, ammo bir kun kelib hammasi bu hayotni tark etdi. Ularning qabrlari to'la, ovozlari jim bo'ldi, lekin bir qabr ochiq va bo'sh qoldi. Bir tongda tosh chetga surildi, Iso tirik o'tirildi. Bu ertak emas, bu shunchaki fikr emas, bu g'alaba o'limning o'zi ustidan. Iso tirik, u tirik. O'lim uni bir lahza ham ushlab tura olmadi. Iso tirik, bu mening haqiqatim. Tirilish hammasini tasdiqladi. U aytgan har bir so'z haqiqat, u va'da qilgan hamma narsa haqiqat. Chunki u qabrdan chiqdi. Iso tirik, Iso tirik. Tirilish bu imzo, har bir so'z, har bir yozuv ustidagi har bir va'da, har bir haqiqat. U qayta tirilganda muhrlandi. Boshqalar gapirdi va ketdi, lekin u hayotga qaytdi. Kim o'limni u kabi yenga oldi? Kim men bugun tirikman deya oladi? Xoch oxiri emas edi, bu yo'l edi abadiy dalil sari Xudo haqiqiy ekaniga. Iso tirik, ha, u tirik. O'lim uni bir lahza ham ushlab tura olmadi. Iso tirik, bu mening haqiqatim. Tirilish hammasini tasdiqladi. Meni diqqat bilan tingla. U faqat tirik emas, o'z ruhi orqali shu yerda. Muqaddas ruh, u hozir sening yoningda. Sen uni ko'rmayapsan, lekin u shu yerda. U yuraging eshigini sekin taqillatmoqda. Seni hukm qilish uchun emas, balki yordam berish uchun, yuklaringni ko'tarishga, singan narsalarni tiklashga, yo'qolganingda seni boshqarishga. Shunday ekan ayt menga, sen unga eshikni ochasanmi? Uni ichkariga kiritasanmi? U senga yordam bermoqchi, faqat osmonda emas, balki shu yerda, yer yuzida. Hayotingni muvaffaqiyatli qilishda, tinchlikda yurishingda, ma'no topishingda. Iso tirik, ha, u tirik. Va uning ruhi hozir shu yerda. Iso tirik, kel uni qo'yib yubor. Hayotingni o'zgartirsin, seni ko'tarsin. U shu yerda, sen o'ylagandan ham yaqinroq. U taqillatmoqda. Uning o'zini e'tiborsiz qoldirma. Yuragingni och va uni ichkariga qo'y. U seni sevadi. Odamlar gapirdi, juda ko'p gapirdi. Buyuk ustozlar, hurmatli donolar haqida. Ular so'zlar va yo'llarni qoldirishdi, ammo bir kun kelib hammasi bu hayotni tark etdi. Ularning qabrlari to'la, ovozlari jim bo'ldi, lekin bir qabr ochiq va bo'sh qoldi. Bir tongda tosh chetga surildi, Iso tirik o'tirildi. Bu ertak emas, bu shunchaki fikr emas, bu g'alaba o'limning o'zi ustidan. Iso tirik, u tirik. O'lim uni bir lahza ham ushlab tura olmadi. Iso tirik, bu mening haqiqatim. Tirilish hammasini tasdiqladi. U aytgan har bir so'z haqiqat, u va'da qilgan hamma narsa haqiqat.
Tirilish bu imzo, har bir so'z, har bir yozuv ustidagi har bir va'da, har bir haqiqat. U qayta tirilganda muhrlandi. Boshqalar gapirdi va ketdi, lekin u hayotga qaytdi. Kim olimni u kabi yenga oldi? Kim men bugun tirikman deya oladi? Xoch oxiri emas edi, bu yo'l edi abadiy dalil sari. Xudo haqiqiy ekaniga Iso tirik, ha u tirik. Olim uni bir lahza ham ushlab tura olmadi. Iso tirik, bu mening haqiqatim. Tirilish hammasini tasdiqladi. Meni diqqat bilan tingla. U faqat tirik emas, o'z ruhi orqali shu yerda. Muqaddas ruh, u hozir sening yoningda. Sen uni ko'rmayapsan, lekin u shu yerda. U yuraging eshigini sekin taqillatmoqda. Seni hukm qilish uchun emas, balki yordam berish uchun yuklaringni ko'tarishga, singan narsalarni tiklashga, yo'qolganingda seni boshqarishga. Shunday ekan ayt menga, sen unga eshikni ochasanmi? Uni ichkariga kiritasanmi? U senga yordam bermoqchi, faqat osmonda emas, balki shu yerda, yer yuzida. Hayotingni muvaffaqiyatli qilishda, tinchlikda yurishingda, ma'no topishingda. Iso tirik, ha u tirik, va uning ruhi hozir shu yerda. Iso tirik, kel uni qo'yib yubor. Hayotingni o'zgartirsin, seni ko'tarsin. U shu yerda, sen o'ylagandan ham yaqinroq. U taqillatmoqda. Uning o'zini e'tiborsiz qoldirma. Yuragingni och va uni ichkariga qo'y. U seni sevadi. Men senga nima uchun Masih ekanligimni aytaman. Bu odat emas, bu din emas. Iso Masih tirik va bundan ham ko'proq. U hozir shu yerda. Odamlar gapirdi, juda ko'p gapirdi. Buyuk ustozlar, hurmatli donolar haqida. Ular so'zlar va yo'llarni qoldirishdi, ammo bir kun kelib hammasi bu hayotni tark etdi. Ularning qabrlari to'la, ovozlari jim bo'ldi, lekin bir qabr ochiq va bo'sh qoldi. Bir tongda tosh chetga surildi. Iso tirik, u tirildi. Bu ertak emas, bu shunchaki fikr emas, bu g'alaba o'limning o'zi ustidan. Iso tirik, u tirik. O'lim uni bir lahza ham ushlab tura olmadi. Iso tirik, bu mening haqiqatim. Tirilish hammasini tasdiqladi. U aytgan har bir so'z haqiqat, u va'da qilgan hamma narsa haqiqat. Chunki u qabrdan chiqdi. Iso tirik, Iso tirik. Tirilish bu imzo, har bir so'z, har bir yozuv ustidagi har bir va'da, har bir haqiqat. U qayta tirilganda muhrlandi. Boshqalar gapirdi va ketdi, lekin u hayotga qaytdi. Kim olimni u kabi yenga oldi? Kim men bugun tirikman deya oladi? Xoch oxiri emas edi, bu yo'l edi abadiy dalil sari. Xudo haqiqiy ekaniga Iso tirik, ha u tirik. Olim uni bir lahza ham ushlab tura olmadi. Iso tirik, bu mening
hammasini tasdiqladi. Meni diqqat bilan tingla, u faqat tirik emas, o'z ruhi orqali shu yerda. Muqaddas ruh, u hozir sening yoningda. Sen uni ko'rmayapsan, lekin u shu yerda. U yuraging eshigini sekin taqillatmoqda. Seni hukm qilish uchun emas, balki yordam berish uchun, yuklaringni ko'tarishga, singan narsalarni tiklashga, yo'qolganingda seni boshqarishga. Shunday ekan ayt menga, sen unga eshikni ochasanmi? Uni ichkariga kiritasanmi? U senga yordam bermoqchi, faqat osmonda emas, balki shu yerda, yer yuzida. Hayotingni muvaffaqiyatli qilishda, tinchlikda yurishingda, ma'no topishingda. Iso tirik, u tirik, va uning ruhi hozir shu yerda. Iso tirik, kel uni qo'yib yubor, hayotingni o'zgartirsin, seni ko'tarsin. Shu yerda sen o'ylagandan ham yaqinroq, u taqillatmoqda. Uning o'zini e'tiborsiz qoldirma, yuragingni och va uni ichkariga qo'y. U seni sevadi. Odamlar gapirdi, juda ko'p gapirdi, buyuk ustozlar, hurmatli donolar haqida. Ular so'zlar va yo'llarni qoldirishdi, ammo bir kun kelib hammasi bu hayotni tark etdi. Ularning qabrlari to'la, ovozlari jim bo'ldi, lekin bir qabr ochiq va bo'sh qoldi. Bir tongda tosh chetga surildi. Iso tirik, u tirildi. Bu ertak emas, bu shunchaki fikr emas, bu g'alaba o'limning o'zi ustidan. Iso tirik, u tirik, o'lim uni bir lahza ham ushlab tura olmadi. Iso tirik, bu mening haqiqatim, tirilish hammasini tasdiqladi. U aytgan har bir so'z haqiqat, u va'da qilgan hamma narsa haqiqat, chunki u qabrdan chiqdi. Iso tirik, Iso tirik, tirilish bu imzo, har bir so'z, har bir yozuv ustidagi har bir va'da, har bir haqiqat. U qayta tirilganda muhrlandi. Boshqalar gapirdi va ketdi, lekin u hayotga qaytdi. Kim o'limni u kabi yenga oldi? Kim men bugun tirikman deya oladi? Xoch oxiri emas edi, bu yo'l edi abadiy dalil sari, Xudo haqiqiy ekaniga. Iso tirik, u tirik, o'lim uni bir lahza ham ushlab tura olmadi. Iso tirik, bu mening haqiqatim, tirilish hammasini tasdiqladi. Meni diqqat bilan tingla, u faqat tirik emas, o'z ruhi orqali shu yerda. Muqaddas ruh, u hozir sening yoningda. Sen uni ko'rmayapsan, lekin u shu yerda. U yuraging eshigini sekin taqillatmoqda. Seni hukm qilish uchun emas, balki yordam berish uchun, yuklaringni ko'tarishga, singan narsalarni tiklashga, yo'qolganingda seni boshqarishga. Shunday ekan ayt menga, sen unga eshikni ochasanmi? Uni ichkariga kiritasanmi? U senga yordam bermoqchi, faqat
Osmonda emas, balki shu yerda, yer yuzida. Hayotingni muvaffaqiyatli qilishda, tinchlikda yurishingda, ma'no topishingda. Iso tirik, haq u tirik, va uning ruhi hozir shu yerda. Iso tirik, kel uni qo'yib yubor, hayotingni o'zgartirsin, seni ko'tarsin. Shu yerda sen o'ylagandan ham yaqinroq, bu taqillatmoqda. Uning o'zini e'tiborsiz qoldirma, yuragingni och va uni ichkariga qo'y. U seni sevadi. Men senga nima uchun Masih ekanligimni aytaman. Bu odat emas, bu din emas. Iso Masih tirik va bundan ham ko'proq. U hozir shu yerda. Ko'p odamlar gapirdi, juda ko'p gapirdi. Buyuk ustozlar, hurmatli donolar haqida ular so'zlar va yo'llarini qoldirishdi. Ammo bir kun kelib hammasi bu hayotni tark etdi. Ularning qabrlari to'la, ovozlari jim bo'ldi, lekin bir qabr ochiq va bo'sh qoldi. Bir tongda tosh chetga surildi. Iso tirik, u tirildi. Bu ertak emas, bu shunchaki fikr emas, bu g'alaba o'limning o'zi ustidan. Iso tirik, ha u tirik, o'lim uni bir lahza ham ushlab tura olmadi. Iso tirik, bu mening haqiqatim, tirilish hammasini tasdiqladi. U aytgan har bir so'z haqiqat, u va'da qilgan hamma narsa haqiqat, chunki u qabrdan chiqdi. Iso tirik. Tirilish bu imzo, har bir so'z, har bir yozuv ustidagi har bir va'da, har bir haqiqat qayta tirilganda muhrlandi. Boshqalar gapirdi va ketdi, lekin u hayotga qaytdi. Kim o'limni u kabi yenga oldi, kim men bugun tirikman deya o'ladi. Qoch oxir emas edi, bu yo'l edi abadiy dalil sari Xudo haqiqiy ekaniga. Iso tirik, ha u tirik, o'lim uni bir lahza ham ushlab tura olmadi. Iso tirik, bu mening haqiqatim, tirilish hammasini tasdiqladi. Meni diqqat bilan tingla, u faqat tirik emas, u o'z ruhi orqali shu yerda. Muqaddas ruh, u hozir sening yoningda. Sen uni ko'rmayapsan, lekin u shu yerda. U yuraging eshigini sekin taqillatmoqda. Seni hukm qilish uchun emas, balki yordam berish uchun, yuklaringni ko'tarishga, singan narsalarni tiklashga, yo'qolganingda seni boshqarishga. Shunday ekan ayt menga, sen unga eshikni ochasanmi? Uni ichkariga kiritasanmi? U senga yordam bermoqchi, faqat osmonda emas, balki shu yerda, yer yuzida. Hayotingni muvaffaqiyatli qilishda, tinchlikda yurishingda, ma'no topishingda. Iso tirik, Iso tirik, Iso tirik, va uning ruhi hozir shu yerda. Iso tirik, kel uni qo'yib yubor, hayotingni o'zgartirsin, seni ko'tarsin. U shu yerda. Sen o'ylagandan ham yaqinroq, u taqillatmoqda. Uning ovozini e'tiborsiz qoldirma, yuragingni och va uni ichkariga qo'y. U seni sevadi.